Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Bugun 10-oyning 19-kuni Amerika davlatining prezidentlik saylamiga yana 13 kun qoldi. Mana shu saylamga oz qolgan mezgilda Prezident Trump efendimni qo'llaydigan qo'llovchilar bo'lsin, Joe Biden efendimni qo'llaydigan qo'llovchilar bo'lsin, her ikkili taraf bas-basda keskin holda ovoz to'plash, ovoz berish harakatlari intayin jiddiy ilib berilyotidi deb qarayman. Tünügün Prezident Trump efendim Amerika'nın Nevada ştatida saylam nutqi so'zlash yig'inida Prezident Trump efendim Joe Biden bo'lsa, u chirilikda puchig'i chiqqan chirik siyosatchi, Joe Biden oilasi bo'lsa, jinoyat sodir qiladigan bir shirkat u deb so'zlabdi. Naq shu maydonda saylam nutqisiga qatnashgan butun avom xalq Joe Bidenni qo'liga ilish kerak, Joe Bidenni qo'liga ilish kerak deb vaqirib ketibdi. Prezident Trump efendim Amerika prezidentligiga qayta saylanish uchun 74 yoshga kirib qolgani qaramay, Amerikaning u shtatidan bu shtatiga, bu shtatidan u shtatiga yugurib yurib, saylam nutq so'zlab, Amerika xalqiga meni saylanglar degan mazmunda nihoyat jiddiy faoliyat ilib berib o'tibdi. Anlasak bugun Prezident Trump efendim Amerikaning Arizona shtatiga saylam nutq so'zlayman deb ketibdi. Cumhuriyet Partiyasining saylam gruppisiniki saylam nomerimi bag'ansiri o'rlab o'tibdi. Prezident Trump efendimning prezidentlikka qayta saylanish vaziyatimi bag'ansiri o'ngishli o'tibdi. Hamda 10-oyning 22-kuni bo'lsa, Amerika davlatining oliy sud boshlig'iga nomzod qilib ko'rsatgan Barrett xonimga ovoz berish kuni ekan. Barrett xonim bo'lsa, Amerika oliy sudiga bosh sudchi bo'lib tayinlanmoqchi bo'lgan nomzod bo'lib hisoblanadi ekan. Oldin qitimdimi Barrett xonim Amerikaning Kengash palatasida nihoyat go'zal nutq so'zlab, butun Kengash palatasi a'zolarining olqishiga erishibdi. Hamda 10-oyning 22-kuni Amerika Kengash palatasida Barrett xonimga ovoz berish bilet tashlaydi ekan. Hamda Amerika Kengash palatasida 53 bilet bo'lsa, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining qo'lida ekan. 47 bilet ovoz bo'lsa, Amerika Demokratchilar Partiyasining qo'lida ekan. Bu demak, Amerika Kengash palatasi Cumhuriyetçilarning qo'lida degan gap. Hamda Amerika Oliy sudining bosh sudchiligiga Barrett xonim saylandi degan gap Amerika davlatining an'anachilari ustunlikni egallaydi degan gap. Ya'ni bunday ilib bitganda Amerika davlatida bundan keyin Cumhuriyetçiler Partiyasining qimmat ko'z qarashi kuchayib mangdi degan gap. Barrett xonimning Oliy sud boshlig'iga saylanishi Prezident Trump efendimni texmi kuchaytirdi degan gap. Ya'ni Amerika davlatining Xristian diniy qimmat ko'z qarashimi kuchaydi degan gap. Prezident Trump efendimning orzusi agar Barrett xonim oliy sud boshlig'iga saylansa, biz bu saylamda cho'qim putimiz deydigan ishonchisi bor ekan. Undan boshqa bugun Amerika davlatlik axborot idorasining boshlig'i Ratcliffe efendi Amerika Fox televizionsiyasining ziyoratini qabul qilib, Ratcliffe efendim sözüde Joe Biden ailesinin elektronlu xat yollanması vakasının hergizmi Rusya devleti Amerika saylımıga daxil qilish uchun paydo qilgan o'ydirma suiqasdi emas deb tushuntirish beribdi. Ratcliffe efendimning bu gapi yaqindan buyon Demokratchilar Partiyasining odamlari so'zlab yurgan Rusya davlati Kreml sariyi Amerikaning saylimiga suiqasdlik qilyotidi, Joe Biden efendimga suiqasdlik qilyotidi degan gapiga qaytargan radiyasi ekan. Ratcliffe efendi bo'lsa, Amerika davlatlik axborot idorasining eng cho'ng boshlig'i ekan. Bevosita Prezident Trump efendimning rahbarligida bo'ladi ekan. Amerika axborot idorasi bo'lsa, bevosita 16 ta istixborot organini boshqaradi ekan. Buning ichida Amerika CIA organi, Amerika davlat mudofaa organining juda ko'p istixborot organlari, Amerika hukumatining istixborot organi, Amerika davlat bexatarlik istixborot organi, bevosita terrorizmga qarshi turish istixborot organi, bularning hammasi Amerika davlat axborot organiga bevosita qaraydi ekan. Mana shu sababdan Amerika davlatlik axborot idorasining boshlig'i Ratcliffe efendimning bu gapi nihoyat muhim bo'lib hisoblanadi ekan. Hergizmi qandaqdi Kreml sarayı bu saylamga
daxli ko'rsatib, suiqasd ib berish mumkinchiligi yo'q ekan. Shunga Amerika davlat axborot organi bu ishdan xabar bo'lganligi uchun saylovning orasidagi masalalarga aralashmay turibdi. Joe Biden oilasiningki elektronlik yo'llanma vaqasi faqatla Amerika davlatining ichidagi ish bo'lganligi uchun munosabatlik masalalarni FBI organi bir taraf qilish kerak ekan. Ya'ni federal tekshirish idorasi bir taraf qildi ekan. Amerika davlatining ichidagi jinoiy ishlar, chiriklik ishlar, huquqidan foydalanib o'z manfaatiga cho'g'tatgan chiriklik amaldorlar degandek ishlarni Amerika federal tekshirish organi, Amerika federal soqchi organi aralashib bir taraf qildi ekan. Amerika davlatlik axborot idorasining boshlig'i Wright Kelef apandim Fox Televizion stansiyasining ziyoratini qabul qilib so'zlagan bu gapi Demokratchilar partiyasining saylam gruppasidagi xodimlari CNN televizion stansiyasida Rossiyani qarlab turib, Joe Biden oilasini oqlagan so'zlarining hammasini yo'q chiqarib yetibdi. Endi bu saylamga chet el kuchlari aralashmadi degan gap, saylamga qatnashayotgan Joe Biden oilasining jinoiy ishlarini Amerika federal tekshirish organi kechikanda oldimizdagi payshanba kuni aniq tushuntirish berdi ekan. Endi 2008-yildan boshlab Obama va Joe Bidenlar Amerika hukumat beshida turayotgan mezgilda Xitoy davlati bo'lsa kundan kunga kuchayib, taraqqiy qilib, Amerika davlati bo'lsa bag'ansira ojizlab, kayniga chekinib, Xitoy kommunist hokimiyatiningki yumshoq kuchi Amerika davlatining hamma yeriga singib kirib, Joe Bidenga o'xshaydigan bir qism Amerika amaldorlari o'z yanchig'ini tomlaydigan bir davr bo'libdi. Obama davridagi 8 yil bo'lsa, Amerika davlati va butun dunyoning qorong'u 8 yil davri bo'libdi. Prezident Trump efendim taxtiga chiqib, Amerikaga prezident bo'lgan bu 4 yilda Amerika davlatining sistemasini o'zgartib, Amerika davlatini qutuldiradigan 4 yil bo'libdi. Agar prezident Trump efendim qayta saylanib qolsa, Obama va Biden efendimlarning ilib bo'lgan davlat siyosatini butunlay og'dirib tashlaydi ekan. Qaytadan Amerika davlatini kuchlantirib, Xitoy davlatiga qat'iy zarba beradigan yo'lni tutadi ekan. Ya'ni Pompeo efendim Kaliforniya shtatida so'zlagan nutqisida biz Xitoy davlatining qurilma sistemasini cho'qim o'zgartirib o'tamiz degan ulug'vor nishonni prezident Trump efendim amallashtirdi ekan. Xabarimiz mishagicha davom qildi. Hammanglarning qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.